men yaqinda bir kommentariyani o'qib qoldim. U yerda bir erkak kishi "Men 15 yil deganda ayolimni tarbiyaladim" deb yozyapti. Ayolim endi o'ziga o'zi sovg'alar sotib oladigan bo'ldi, mustaqil bo'lib qoldi. Hatto dam olishlarga ham meni chaqirmasdan o'zi dugonalar bilan borib kelyapti deb quvonib, maqtanib yozyapti. Aslida bu vaziyatni qanaqa tushunish kerak? Bu ayol uzoq yillar gapirilgan, tushuntirishga harakat qilingan, tushunilmagan, e'tiborsizlik, qadrsizlik his qilgan va nihoyat hafsalasi pir bo'lgan va o'ziga yopilib qolgan. Endi bu ayol turmush o'rtog'idan hech narsa kutmaydi. Bu ayolni turmush o'rtog'iga bo'lgan mehr-muhabbati ham balkim sovuq bo'lgandir va bu oila ajralib ketish ehtimoli juda ham katta bo'lgan oilaga aylanib qolgan. Azizlar, unutmanglar, har bir insonda qalb bor. U ho ayol bo'lsin, ho erkak bo'lsin, har bir inson eshitilishni, tushunilishni, qadrlanishni istaydi. Juftliklarni sevib qadrlaylar.